Endigina farzandli bo'lgan yangi tuqqan ayol dieta qilishi kerakmi? Keling bugun shu haqida gaplashamiz. Albatta yo'q, yangi tuqqan ayol dieta qilishi kerak emas. Aksincha yaxshi ovqatlanib, o'z organizmini tiklab olishi kerak. Ko'pchilik qaynonalarimiz, yangi kelinlarimiz tug'ruqdan so'ng istagan ovqatini yeb, farzandini emizishi oqibatida chaqaloqlarda allergik reaksiyalar hamda toshmalar kuzatiladi deb o'ylashadi. Afsuski bunday emas. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda yuzaga keladigan o'zgarishlar, ya'ni terisidagi toshmalar toshishi bu onaning organizmidan o'tgan gormonlar hisobiga kuzatiladi. Ba'zan qiz chaqaloqlarda ko'krak bezlarining shishishi, jinsiy yo'llardan qonli ajrimlar kelishi kuzatilishi mumkin. Bular hammasi o'tib ketadigan tranzitor holatlar hisoblanadi. Emizikli onalarimizga hatto mevalar va shirinliklarni ham yeyish tavsiya etiladi. Sababi shirinliklarni yegan ayollarda endorfin, ya'ni baxt gormoni ishlab chiqarilishi oshishi hisobiga kayfiyat ko'tariladi. Bu esa sut ishlab chiqarish jarayonini yanada ko'paytirib beradi. Yanada qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, sahifamni kuzatishdan charchamang.